hammaga assalomu alaykum. Hammaga salom. Bu Sofiya yoshi 5 da. O'tgan safar bizani bolamizdan ko'rgan edinglar. 4 yosh bola qanday suzganini ko'rsatdim. Bu qizimizni 50 metr ham suzadi, prosta videomiz cho'zilib ketmasligi uchun 25 metr, Sofiya 25 metr bitta basiga, to есть basseyn yarimgacha suzib berasan, to'g'rimi? Agar suzib bersa Sofiya, mana shu o'rchoq, bu shabiga mushkul o'rchoqni senga hadya qilaman, to'g'rimi? Sofiya suzganicha sizlar Sofiya yaxshi suzsa, молодец deb yozib, Sofiyaga молодец поддержка qilib qo'yasizlar. Menga obuna bo'lib qo'yasizlar. 4 yoshdan boshlab qabul qilaman bolalarni. Va bundan kattalarga Sofiya hayot qurib olamiz. Kebroq. Eslatib o'tiraman, basseyn chuqurligi 3 metr. Basseyn chuqurligi 3 metr. Mana yo'lda sakrash o'zi bo'lmaydi. Bosh aylanib ketadi, o'rtoqlar. Lekin Sofiya qolgan. Sofiya tayyormisan? Yaproq bor, yaproq. Sofiya sakrab, yarimgacha mana shu qismni olaman. Hop, masalan, basseyn chuqurligi 3 metr. Sofiya tayyormisan? Boshladik. Hop, sakradi. Sofiya ketdi, sizlar podдержка qilib turasizlar. Sofiyani молодец. Yozib yuboringlar. Juda ham harakati zo'r Sofiyani. Suzishini qaranglar tezligini. 5 yosh bola bo'lganiga qaramasdan harakati zo'r. Kerak bo'lsa bitta basseyn ham suzadi, ikkita basseyn ham suzadi. Ana, Sofiya молодец deb yozib qo'yasizlar. Podдержка qilib Sofiyani. Kommentariy yozib qo'yinglar. O'qiydi, oyisi o'qib beradi, oyisi Instagram ko'radi, kuzatadi. Sofiya harakat qilayotgani uchun bu shavkimiz mendan obunachilardan podarka juda ham zo'r. Sofiya, bo'ldi sana, yakki. Kerak bo'lsa 10 basseyn ham suzadi. Sofiya, to'xta. To'xta. Ko'rasan to'xtani. Sofiya, to'xta bo'ldi yakki. Bo'ldi. Kerakmi? Ko'rasdan basseyn chuqurligi 3 metr. Ana ketib qasalim. Молодец. Ochki yech. Obunachilarimizga like qo'yib qo'yiladigan. Bir like qo'yiladigan. Mana bu men podarka senga, ha? Yaxshi suzganingga, Sofiya yaxshi suzganiga katta gusabnimiz qizimizga podarka bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Yo'qotib qo'ymaslik uchun.